ertaga bir narsa bo'lsa mendan xafa bo'lmang deb vaziyatni to'g'ri tushuntirib qo'yadi. Siz bosim qilyapsiz ekanda, nima keladi qo'lingizdan? Ha? Nima keladi qo'lingizdan? Siz kimsiz o'zi? Vallomatmisiz siz? Kelganda ko'ramiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. O'z tezkor video olishga majburman. Sababi xabaringiz bor, kecha 7-maktab, ya'ni Oltiariq tumanidagi 7-maktab direktorlik masalasida video e'lon qilgandik, material. Ushbu materialdan so'ng direktorning ukasi tomonidan bizga qo'ng'iroqlar bo'ldi. Umuman dadasi ham telefon qildi. Ukasiga masalani tushuntirdik. Ushbu masalalardan keyin ham ya'ni oila a'zolarimga, ya'ni dadamga va boshqa yaqinlarimga telefon orqali bog'lanib, ushbu masalada o'g'lingizga nimadir bo'lsa, bizdan ko'rmang degan mazmunda, ya'ni o'g'lingizga aytib qo'yingki, ushbu masalani tarmoqqa olib chiqmasin deb bog'langan. Shundan so'ng o'zim ham nimaga dadamga bog'langani bo'yicha Hamdam Bahodirga telefon orqali bog'landim. Bog'langanimdan so'ng nimadir bo'lib qolsa o'zingga, dadang ertaga bizdan xafa bo'lib yurmasin degan mazmunda dadangga telefon qildim deyapti. Qo'lingdan nima keladi desam, kelganda ko'rasan deb tahdid qilmoqda va 3-4 so'm evaziga ushbu masalani bir tomonlama yoritding deb tuhmat ham qilmoqda. Keltirib beradi. Ushbu masalalar bo'yicha hali tegishli joylarda gaplashamiz. Ushbu masalalarda hali yana batafsil videolarda ko'rishamiz. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ushbu masalani zudlik bilan o'z nazoratiga oladi va qonunda belgilangan tartibda jazo choralarini ko'radi degan umiddaman. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kimsiz? Aka, nima dadamga telefon qilyapsiz? Dadangizgami? Ha, dadamga. Dadangizga tushuntiryapman. Ertaga bir narsa bo'lsa mendan xafa bo'lmang deb vaziyatni to'g'ri tushuntirib qo'yadi. Siz bosim qilyapsiz ekanda, nima keladi qo'lingizdan? Ha? Nima keladi qo'lingizdan? Siz kimsiz o'zi? Vallomatmisiz siz? Kelganda ko'ramiz. Nima keladi qo'lingizdan? Ko'ramiz. Kelganda ko'ramiz. Bosim qilyapsizmi siz? Shallaqili qilsam, bundan terishim pul olib shallaqili qilaman. Men tuhmat qilyapsan, Sen Men siraman. dadamga telefon qilyapsan deyapman. Qarab, Nima qilasan? Qo'lingdan nima keladi? tomosha qilasa keyin. Blogger Dustin Rahimov.